Birinchi mavzumizda ikkinchi qismi autokirin, parakirin va endokrin signalizatsiya, ichki sekresiya bezlari haqida umumiy ma'lumot va so'nggida xudo xolasa pozitiv va negativ feedback haqida gaplashamiz. Birinchi darsimizda birinchi qismida ichki sekresiya bezlari, tashqi sekresiya bezlari va aralash sekresiya bezlari haqida ma'lumot oldik. Endokrinologiyada qaysi patologiyalarni ko'ramiz deyilganda, demak bu slaydda javob berilgan. Eng aktual bo'lgan kasalliklarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun endokrinologiyada bazaviy ma'lumotlardan boshlab iloji boricha mukammal o'rganishga harakat qilamiz. Xo'p. Demak, signal transduksiyasi. Signal transduksiyasi nima? Ma'lum bir hujayra tashqarisidan kelgan signalni hujayra ichida javob reaksiyasini aylantirish jarayoni. Misol uchun, mana bu yerda hujayra turibdi. Endi hujayra tashqarisida gormon keldi yoki boshqa bir biologik aktiv faol modda kelib hujayraga ta'sir ko'rsatdi. Aytaylik, hujayraga ta'sir ko'rsatgandan keyin hujayra ichida shu ta'sirdan keyin signallar kelib ma'lum bir proseslarni kuchaytirib yubordi. Mana shu bizda signal transduksiyasi deyiladi. Ya'ni hujayraga kelib ta'sir ko'rsatgandan keyin hujayrada ba'zi bir proseslarni faollashuvi, ba'zi bir proseslarni bloklanishi. Mana shu tariqa signal transduksiyasi amalga oshadi. Hujayraga gormon yoki boshqa modda kelib ta'sir ko'rsatsa, demak hujayra unga qarshi javob reaksiyasini amalga oshiradi. Signal, misol uchun gormon bo'lishi mumkin. Gormon hujayra yuzasidagi retseptorga bog'lanadi. Undan keyin hujayra ichidagi kimyoviy o'zgarishlar boshlanadi. Natijada hujayra ma'lum bir javobni beradi. Misol uchun, mana bir hujayra yuzasida tirozin kinaza tipdagi retseptorlar. Ana endi qondan insulin kelib tirozin kinaza tipdagi retseptorlarga bog'langandan keyin hujayra ichida autofosforilanish, undan tashqari glut to'rlarni demak periferiyaga transportini ko'ramiz. Mana shu tariqa insulinda kelib retseptorga ligand bo'lib bog'langandan keyin hujayra ichida mana shunday proseslar aktivlanishi. Bu bizda signal transduksiyasi deyiladi. Xo'p, signal transduksiyasini amalga oshiradigan dominant tuzilmalardan biri bu gormonlar. Demak, gormonlar boya aytganimizdek organizm ichida ishlab chiqariladigan, ya'ni endogen ishlab chiqariladigan signal moddalar. Ular endokrin bezlar yoki alohida hujayralar tomonidan hosil qilinadi va signal uzatish uchun javob beradi. Demak, ular tanadagi boshqa organlar va hujayralarning faoliyatini hamda metabolizm tezligini boshqarishda ahamiyatga ega. Ular ajralib chiqishi murakkab boshqaruv tizimi orqali nazorat qilinadi. Ya'ni bizda insulin ishlab chiqarilishi, T3, T4 ishlab chiqarilishi, demak bular ham nazorat qilinadi. Misol uchun T3, T4 ishlab chiqarilishi gipotalamus, gipofizar tizimi tomonidan boshqarilishi demak aytib o'tilyapti. Signal transduksiyasini bildik. Hujayraga keladigan tashqaridan signal molekula va hujayrada u signalga qarshi javob reaksiyasi. Bu bo'lishi mumkin signal molekulalar gormonlar. Demak, gormonlar endokrin bezlar tomonidan ishlab chiqariladi va ularning ishlab chiqarilishi ham boshqariladi. Xo'p, endi gormonlarning klassifikatsiyasini ko'ramiz. Signal yo'liga ko'ra, ya'ni bir hujayradan ishlab chiqariladigan gormon qanaqa yo'llar orqali signal yo'lini amalga oshiradi. Mana shu signal yo'liga ko'ra bizda 3 guruhga bo'linadi ta'sir: parakirin signal, autokirin signal va endokrin signal. Demak, parakirin signal yo'li qanday amalga oshiriladi deganda, parakirin gormonlar, ya'ni bir hujayradan ishlab chiqariladigan gormon shundoqqina qo'shni hujayradagi faoliyatni yoki bloklaydi yoki stimullaydi. Mana bu bizda parakirin signal yo'li deb aytiladi. Parakirin demak bir hujayradan ishlab chiqariladigan gormon qo'shni hujayrani ishini yoki susaytiradi yoki kuchaytiradi. Bu yerda ahamiyatlisi hujayraning joylashuvi, ya'ni yonida turgan qo'shni hujayraga ta'siri. Misol uchun oshqozonning D hujayralaridan ishlab chiqariladigan somatostatin, demak somatostatin
o'ziga yaqin turgan J hujayralarga ta'sir ko'rsatadi. Ingibillovchi ta'sir J hujayralardan gastrin ishlab chiqariladi. Ana endi somatostatin kelib J hujayralarga ingibillovchi ta'sir ko'rsatgandan keyin bizda gastrin sekretsiyasi pasayadi. Bu bizda oshqozonning bitta hujayrasi boshqa bir qo'shni hujayraga bo'lgan ta'siri. Autokrin signal mexanizmi. Demak, autokrin signal mexanizmi bu bitta hujayradan ishlab chiqarilgan demak gormon o'ziga ta'sir ko'rsatadi. O'ziga ta'sir ko'rsatish orqali o'zini ishini stimullaydi yoki bloklaydi. Misol qilib keladigan bo'lsa, misol embrionik stem hujayralar, ya'ni asos hujayralar o'zini o'zi yangilashi uchun muhim. Misol uchun bitta organ, misol jigarni oladigan bo'lsak, bitta kurtak hujayradan rivojlanadi. Ana endi u kurtak hujayralar o'zidan aktiv modda ishlab chiqarib, o'zini o'zi stimullab, yanada keyin bo'linib bir organ shakliga kelguncha mana shunday autokrin signal mexanizmidan foydalanadi. Keyingisi bu endokrin gormonlar. Endokrin gormonlar endokrin bezlar tomonidan ishlab chiqariladi qonga va bizda o'zidan ancha uzoqroq turgan hujayralarga ham ta'sir ko'rsatadi. Parakrin qo'shni hujayralarga, autokrin o'ziga. Ana endi endokrin signal mexanizmida oshqozon osti bezidan ishlab chiqarilgan insulin bizda qon oqimi orqali jigarga, mushakka va yog' to'qimalarga borib, u yerdagi reaksiyani aktivlayapti. Glyukoza qabul qilish va boshqa reaksiyalar. Bu demak signal yo'liga ko'ra bizda gormonlarning ta'siri. Endi gormonlarni tabiatiga ko'ra klassifikatsiya qilamiz. Dastlab kimyoviy tabiatiga ko'ra gormonlar steroid tabiatli gormonlar, amin gormonlar va peptid gormonlarga bo'linadi. Steroid tabiatli gormonlar bu xolesterindan hosil bo'ladigan gormonlar. Demak, bunga testosteron, progesteron, estrogen, glykokortikoidlar yoki mineralokortikoidlar kiradi. Biz bilamizki, demak, qonda xolesterolni asosiy tashuvchi lipoprotein bu LDL hisoblanadi, zinchligi past bo'lgan lipoprotein. LDL o'zining tarkibiga juda ko'p xolesterinni olgandan keyin u periferik, demak, endokrin a'zolarga. Misol uchun, buyrak usti bezini po'stloq qavatiga borgandan keyin LDL o'zining tarkibidagi xolesterinni u joyga beradi va endi xolesterindan buyrak usti bezini po'stloq qavatida mineralokortikoidlar, glykokortikoidlar, mana shunday steroid tabiatli gormonlar sintezlanadi. Steroid tabiatli gormonlar demak xolesterinda hosillanadi. Keyingi guruh kimyoviy tabiatga ega bo'lgan gormonlar bu amin gormonlari. Bular bir nechta aminokislota emas, balki bitta aminokislotadan hosil bo'ladigan gormonlar. Biz biokimyo darslarida o'rgangandikki, fenilalanin aminokislotasining yo'li demak juda ham muhim. Fenilalanin organizmda demak almashinmaydigan aminokislota bo'ladi. Organizmga tushgandan keyin fenilalanindan tirazin hosil bo'ladi. Ana endi tirazindan o'z navbatida T3, T4 yoki bo'lmasa bizda melanin pigmenti qo'shimchasiga dopa hosil bo'lib, dopadan ana endi katexolaminlar, ya'ni dopamin, dopamindan noepinefrin, ya'ni noadrenalin, noadrenalindan bizda epinefrin, ya'ni adrenalin hosil bo'ladi. Dopamin, epinefrin, noepinefrin bizda katexolaminlar bo'ladi. Bularni dastlabki molekulasiga qarasak, bitta aminokislotadan hosil bo'lyapti. Ya'ni bular amin tabiatli gormonlar hisoblanadi. Ya'ni bitta aminokislotadan hosil bo'lganligi uchun bu aminokislotalar fenilalanin, tirazin yoki triptofan bo'lishi mumkin. Ana endi bulardan hosil bo'ladigan gormonlar bizda serotonin, katexolaminlar yoki tiroid gormon, ya'ni T3 bilan T4. Kimyoviy tabiat bo'yicha 3-guruh gormonlar bu peptid gormonlar hisoblanadi. Bilamizki, peptid gormonlar endi bir nechta aminokislotadan hosil bo'lishi mumkin. Misol uchun oksitotsin, vazopressin, prolaktin, glukagon, insulin. Misol uchun insulinni oladigan bo'lsak, demak A va B zanjir bo'ladi. A zanjirda 30 ta aminokislota, B zanjirda 23 ta aminokislota. Ikkalasini disulfid bog'lab turadi. Jami 53 ta aminokislotadan iborat oqsil tabiatli gormon. Oksitotsin, glukagon, prolaktin, vazopressin ham peptid tabiatli gormonlar hisoblanadi.
Bu bizda kimyoviy tabiatiga ko'ra yog'dan hosil bo'lyaptimi, bir dona aminokislotadanmi yoki juda ko'p aminokislotadan hosil bo'lishiga ko'ra. Demak, gormonlarning klassifikatsiyasida 3-ahamiyatli nuqta bu eruvchanligiga ko'ra. Bu ham bizda klinik ahamiyati bor. Demak, eruvchanligiga ko'ra gormonlar lipofil gormonlar va gidrofil gormonlarga bo'linadi. Lipofil gormonlar bu yerda hujayra bilan tushuntirsak, hujayrani membranasi bilamizki, 2 qavatli fosfolipid qavatdan iborat, ya'ni yog' qavatdan iborat. Xo'p. Ana endi qon orqali bizda misol uchun suvda eriydigan, ya'ni gidrofilik gormonlar kelgandan keyin bu gidrofilik gormonlarni hujayraga ta'sir mexanizmi hujayraga kirmasdan hujayra yuzasidagi retseptorlarga bog'lanish orqali amalga oshadi. Hujayra membrana yuzasida demak suvda eruvchi gormonlarni retseptorlar joylashgan bo'ladi. Retseptorlarga kelib ligand bo'lib bog'langandan keyin bizda o'zini effektini ko'rsatib boshlaydi. Demak, gidrofil gormonlar suvda eriydi, hujayra membranasidagi retseptorlarga bog'lanib o'zini ta'sir mexanizmini ko'rsatadi. Misol uchun amin va peptid gormonlar. Bitta narsa, bu yerda tiroid gormonlar, ya'ni T3 bilan T4 bizda hujayra ichida kirib effektini amalga oshirganligi uchun bizda gidrofil gormonlar qatoriga kirmaydi. Lipofil gormonlar hujayra lipid membranasidan o'ta oladi, chunki bular yog'da eriydigan, shuning uchun bemalol diffuz holatda sizib o'tadi-yu, hujayra ichida endi effektini ko'rsatadi. Demak, lipofil gormonlar ichki retseptorlar, ya'ni intrasellyular hujayra ichida joylashgan retseptorlarga bog'lanadi va bizda genlarni boshqaradi. Odatda uzoq muddatli va kechikkan ta'sirga ega. Misol qilib steroid gormonlarni olamiz. Ana endi gormonlarga ta'rif berishning keyingi qismi bizda gormonlarning parchalanishi. Demak, gormonlar steroid va tiroid gormonlar jigar orqali inaktivatsiya qilinadi, konjugatsiyalanadi va safro bilan birgalikda chiqarib yuboriladi organizmdan. Katexolaminlar, misol uchun noepinefrin, ya'ni noadrenalin va adrenalinlar bizda fermentativ parchalanadi. Noepinefrin, epinefrinlarni, ya'ni noadrenalin bilan adrenalinlarni bizda demak fermentlar parchalaydi va eng so'nggi mahsulot bizda mana bu yerda keltirilgan vanillil mandilik kislota. Mana shunday yanada kichikroq bo'lgan, organizmdan eliminatsiyasi oson bo'lgan inaktiv molekulalar hosil bo'ladi. Demak, fermentativ parchalanadi, katexolaminlar va sidik orqali organizmdan chiqarib yuboriladi. Peptid va protein gormon, ya'ni oqsil tabiatli gormonlar asosan buyrak va jigarda proteolitik, ya'ni proteosomalarda proteaza ta'sirida proteolitik parchalanish bilan demak amalga oshadi bularni organizmda inaktivlanishi. Xo'p, demak gormonlarning klassifikatsiyasini ko'rdik. Signal yo'llariga ko'ra, kimyoviy tabiati bo'yicha, eruvchanlik bo'yicha va gormonlarning parchalanishini ko'rdik. Ana endi bizda feedback kontrol, ya'ni boshqaruv mexanizmlarini ko'ramiz. Misol uchun men bu yerda oddiygina misol qilamiz va shu orqali xudo xolasa oson tushunamiz. Mana qon tomirda endoteliysi misol uchun shikastlandi. Ana endi endoteliy shikastlangandan keyin tomir ichidagi plazma qon tomirda tashqarisiga chiqadi va bizda qon ketish amalga oshadi. Agar bu jarayon uzluksiz davom etsa va qon ketish to'xtamasa, bizda gipovolemik shok yuzaga keladi. Ya'ni qon hajmi kamayib ketadi. Xo'p, organizm mana shu endoteliy shikastlangandan keyin ko'p qon yo'qotmaslik uchun bizda dastlab qon tomirlarida vazospazm bo'ladi va qon tomirlar qisqaradi. Shu endoteliy shikastlangan sohaga qon kelishi kamayadi. Bu bizda organizmni qon ketishini oldini olish mexanizmi. Ya'ni bir proses amalga oshdi, patologik proses va qon ketyapti. Ana endi qon ketishini oldini olish uchun qon tomirlar bizda qisqaryapti, undan keyin qon ketishi kamayapti. Mana bu bizda organizmda yuzaga keladigan patologik prosesga teskari
amalga oshadigan proses bu demak negativ feedback deyiladi. Mana negativ feedback. Negativ feedback demak endokrin bez tomonidan ishlab chiqarilgan gormon demak o'zini ajralishini nima qilyapti? Inhibitor qilyapti. Xo'p, misol uchun mana bu yerda keltirilgan bizda ishlab chiqariladi. Xo'p, gipotalamusdan ishlab chiqariladi. Demak, tirotropin chiqaruvchi gormon, ya'ni tirotropin releasing hormone. Bu gipotalamusdan ishlab chiqariladi. Gipotalamusdan tirotropin releasing hormone ishlab chiqarilgandan keyin u bizda adenogipofizni stimullaydi va adenogipofizidan, ya'ni gipofizdan oldingi bo'lagidan bizda ishlab chiqariladi TSH, ya'ni tiroid stimullovchi gormon ishlab chiqariladi. Ya'ni endi tiroid stimullovchi gormon keladi-yu, bizda qalqonsimon bezga o'zini reseptorlarga bog'lanib ta'sir ko'rsatib, qalqonsimon bezdan T3 bilan T4 ni sintezini amalga oshiradi. Bizda agar mana shu sintez, ya'ni T3 bilan T4 sintezi yuqori bo'lib ketsa, bizda gipertrioz holati yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bizda T3 bilan T4 kelib adenogipofizni, undan tashqari gipotalamusda ishini inhibitorlab, bulardan ishlab chiqaradigan tirotropin releasing hormon va bizda tiroid stimul hormonlarni konsentratsiyasini tushiradi. Shu orqali bular qalqonsimon bezga ta'siri kamayadi va T3 bilan T4 sintezi ham pasayib, bizda T3 T4 konsentratsiyasi normalda qoladi. Demak, negativ feedback degani organizmda bir jarayon amalga oshdi, o'sha jarayonda bloklanishi. Misol uchun, yurak tez uryapti, demak, taxikardiya. Mana shu yurak tez urishini boshqaruvchi mexanizmlar bloklanib, yurak normada urib boshlansa, mana bu negativ feedback. Demak, jarayonga teskari jarayon orqali uni inhibitor qilinishi. Negativ feedback sikllari quyidagilarga bo'linadi. Ultra qisqa sikl. Misol uchun, gipotalamus gormonlari o'z ajralishini autokrin, ya'ni autokrin nima degani edi? Bir hujayradan ishlab chiqariladigan tuzilma o'zini ishini bloklaydi. Mana shu autokrin ta'sir orqali inhibitor qiladi. Boya aytganimizdek, bizda gipotalamusdan tirotropin chiqaruvchi gormon mana bu yerda olamiz. Demak, tirotropin releasing hormon ishlab chiqariladi. Ya'ni endi mana shu tirotropin releasing hormon bizda gipofizni oldingi bo'lagiga ta'sir ko'rsatib, tiroid stimullovchi gormonda ishlab chiqarilishini stimullaydi. Tiroid stimullovchi gormon qalqonsimon bezga ta'sir ko'rsatib, T3, T4 ishlab chiqarilishini ko'taradi, orttiradi. Ya'ni endi bizda tirotropin releasing hormon ultra qisqa autokrin ta'sirda gipotalamusdan ishlab chiqarilgandan keyin o'zini bloklab qo'yadi gipotalamusda ishini. Bu ultra qisqa. Ya'ni endi qisqa sikl bu gipofiz gormonlari gipotalamus gormonlarini inhibitor qilishi. Ya'ni tiroid stimullovchi gormon gipotalamusga manfiy qaytar aloqa mexanizmi, ya'ni negativ feedback orqali buni ishini bloklaydi va bizda tirotropin releasing hormon ishlab chiqarilishi pasayadi. Xo'p, bizda uzoq sikl bu periferik gormonlarni markaziy endokrin bezlarni bloklashi. Misol T3 bilan T4 gipotalamus va gipofizni ishini bloklashi aynan uzoq siklga misol bo'ladi. Pozitiv feedback azizlar, bu ma'lum bir proses kechyapti, unga teskari inhibitorlovchi ta'sir emas, balki aktivlovchi ta'sir ko'rsatilishi bu pozitiv feedback. Pozitiv feedback ko'p holatlarda organizmga zarar bo'lishi mumkin. Misol uchun boya aytganimizdek, qon tomirlar endoteliyasi shikastlandi. Ana endi mana shu qon tomirlar endoteliyasi shikastlangandan keyin qon ketyapti. Bizda shu joyda pozitiv feedback ishga tushsa, vazodilatatsiya bo'ladi, qon tomirlar kengayadi, ko'p qon kelib, qon oqimi mana shu joyga ko'p kelib, qon ketishi yanada ko'payadi. Lekin ba'zan bizda foydali fiziologik holatlar ham bor. Misol uchun tug'ruq vaqtida bizda bachadon devori qisqarib, bachadon bo'yni kengayishi kerak va homila tug'ilishi osonlashadi. O'sha payt oksitotsin bachadonni devorni qisqartirib, bo'ynini kengaytiradigan, demak, oqsil tabiatli gormon.
oksitotsinni ishlab chiqarilishini ko'payishi pozitiv feedbackga misol. Ya'ni oksitotsinni miqdori ko'p, yana ishlab chiqarilishi stimullanyapti. Bu bizda tug'ruqni osonlashtiradi. Xo'p, xudo xolasa birinchi darsimiz yakunlandi. Ikkinchi darsda ko'rishguncha